Xudo hattoki men odamni yarataman deganda farishtalar ey Xudo bular senga bo'ysunmaydi, qon to'kadi, urush janjal qiladi, nima qilasan biz turganda bularni yaratib degan farishtalar. Xudo iftorlik paytda bizni deb faxrlanar ekan Xudo. Farishtalar qara hammanglarga. Ramazon oyida iftorlik paytda ko'rding, nimani ko'rding? Dasturxon solinib yemay o'tirish. Nimaga yemayapti? Ha sen yema degding, yemayapti. Senlar nima degding? Itoat qilmaydi degdingmi? Ha. Guvoh bo'l hammanglarga. Trillion farishtaga. Hammang guvoh bo'l. Shularda birortasi gunoh qolmadidirkan. Ana endi o'sha paytda biz butun yurak, qalb, butun vujudimiz bilan dasturxonni solib qo'yib haqiqatda yemayapmiz. Nimaga yemayapmiz? Xudo yema degani uchun yemayapmiz. Shuning uchun Ramazon oyini ro'zasini tutgan odamning jasadi do'zaxga kirmaydi inshaalloh. Nimaga desa, chunki bekilib suv ichib olsak bo'larmidi? Bo'lardi. Uyimiz bor, ofisimiz bor, podval bor, mashinaning ichi bor. Yo ochiqchasiga nagli ichib